Hazırlashyapsizmi? Серьезный? Ha, hazırmi? Ayoq olmang aka. Vaqt o'g'raman dedi. Do'stlar, mana xabarlayim bu 19-kuni o'zi butun O'zbekiston bildi shekilli. 19-kuni biz Elmurod aka 5 bola building kompaniyasining oila a'zosiga aylangan zoirli hamkorimiz Elmurod aka debut jangi aka xudo xolasa yutishingiz kerak. Xudo xolasa. Viloyatimiz butun O'zbekistonga qarab turibdi. Harakat qilyapti. Biz ham chetda jim qarab tura olmadik aka, sizga motivatsiya bo'lish uchun aka xudo xolasa yutib kelishingiz bilan xohlagan loyihamizdan bitta 2 xonali uyni kaliti. Turadimi? Turadi aka. Yo'q, tajavvel. Aka yutmasangiz bo'lmaydi. Hazırlashyapsizmi? Серьезный? Ha, hazırmi? Hali urishmagan jangimga. Xohlagan loyihamizdan aka bizda Yutkizib qo'ysam, uyimni olib qo'ymaysizmi? Yutkizib qo'ysang, любой joyda uyini bittasi meniki demadi. Ablas aka, rahmat. Men to'g'risini aytaman. Hali bu darajaga loyiq emasman. To'g'risini aytaman. Men hatto bayroq ko'tarib chiqishga ham hozir nima deydi, ana kuchim yo'q, chunki u bayroq oddiy matobasida. Xuddi shunday. Bu o'zim uchun prosta, albatta hech kim hech narsani isbotlash niyatim yo'q. Men do'stlarim, trenerlar shug'ullanadi. 7 oydan beri harakat qilaman. Birinchisida aka, birinchi jangingiz aka yutmasangiz bo'lmaydi. Bizdan bitta 2 xonali uy aka. Rost, Gap aka. Gap. O'rtoqlar ko'p do'stlar 5 million bil agar men yutadigan bo'lsam 2 xonali kvartira siz sovg'a qilaman dedi. Korobkami yo deb. Qattiqlik. Agar bo'g'ib qo'yadigan bo'lsangiz patkulish. Xudo xolasa, Xudo endi va'da bermaymiz. Harakat qilamiz, xudo xolasa. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizga. Rahmat. Tezroq tayyorlanaylik biz.